qizlar eshitdinglarmi? Indining tekinga kim tarqatayotgan ekan? Videoni oxirigacha ko'ramiz. 14, 15, 16 avgust kunlari Indinimda juda ham katta skidka botdi va qanaqa qilib tekinga narsa olishni o'rgataman. Mana shunaqa zo'r yubkalarni bor yo'g'i 19 mingdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu esa faqatgina 3 kun amal qiladi. Hammasi bor yo'g'i 19 mingdan. Shunaqa oq koftichkalarni ham bor yo'g'i 19 mingdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bularning shunaqa rasvetkalari ko'p. O'g'il farzandinglar uchun mana shunaqa zo'r shimlarni bor yo'g'i 39 mingdan xarid qilsanglar bo'ladi. O'g'il bolalari uchun oq ko'ylaklarni bor yo'g'i 29 mingdan olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari juda ham ko'p kiyimlar 70% skidkaga tushgan. Bu esa faqatgina 3 kun amal qiladi. Qo'yliqdagi go'zallarim, Kompas filialining masala uchun obzor qilib beraman. Shunaqa tovarlar ko'p, assortiment juda ham katta. Ertaga boshlanadigan skidkadan albatta foydalanib qolinglar. Olsam yana bitta tutunga olamanmi? Da. Voy qizlar, qaranglar. Mana shu voyga bor yo'g'i 49 ming so'm. Siz buni olsangiz, mana buni ham tekinga beraveramiz biz. Bu 1+1 aksiyasida ekan. Bittasini sotib olsanglar, ikkinchisini tekinga olasizlar. Opa, bu hali hammasi emas. Yuring deysiz. Opa, qarang. Bularni ham bittasini olsangiz, bittasini tekinga beramiz. Tashqari, men bilan ham shunaqa. Ayrim belgilangan kiyimlar o'zi skidkada ekan. Yana kamiga bittasini sotib olsanglar, ikkinchisini mutlaqo tekinga olsanglar bo'ladi. Indinimi 3 kunlik misli ko'rilmagan katta skidkasidan albatta foydalanib qoling. Kommentariyaga rahmat deyish esdan chiqmasin, ha?